Assalomu alaykum, hurmatli meni ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchi barcha obunachilarim, Instagramda, Telegramda, TikTokda, YouTube'da, Facebook'da, xullas ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchi barcha obunachilarimga assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Azizlar, hozir soat menlarimiz ayni daqiqalarda 18:10 daqiqani ko'rsatib turibdi. Biz bugun Namangan viloyat Toshbuloqdamiz, yoki Guldirov hisoblanadi. Hozir nomlarni adashtirgan bo'lsam, agar ko'rib turgan bo'lsanglar uzr so'rayman. Faqat bugun yangi yer haqida gapiraverardim. Yangi yer haqida bu yangi juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shu videolarimiz Toshbuloqni mashhur qilamiz aka. Lekin Toshbuloqni ham bugun Toshbuloqni ham mashhur qilaylik. Qadrdonlarim, joninglar omon bo'lsin. Hazil hammasi zo'r. Guldirovdamiz. Bugun xudo xolisa Abror akamni bir qadrdonlarniki, ya'ni Abror akamni xonadonlariga keldik. Bu ham xonadonlari dushman taraf. Dushman tarafga keldik. Bugun yana bu yerda biz Mingbulog'i o'sha yangi yer atmosferasini mana shu yerda yaratdik, to'g'risiga. Maza qildik, baliqni bitta ko'rsatib ko'rjasizlik. O'ta dilbar holat, o'ta juda ham go'zal holat. Xohlaganlar menga aloqaga hozir chiqinglar, siraz joylanadi bu video internetga, siraz menga aloqaga chiqinglar, mehmonga taklif qilishim mumkin. Ayol qizlar bo'ylab bo'laveradi. Xudo xohlasa so'ydan parchalarni taqdim qilamiz. Bugun to'y xizmatga keldik. Janjalga yoki bir nima mavzu ko'tarishga emas. Bitta like, bitta comment, repost qo'yasizlar va sizlar bilan xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishamiz. Joninglar omon bo'lsin. Let's go!